Assalomu alaykum. Orqamda 500 kubali injektor motorli Hashkin replikasi. Narxini albatta video oxirida aytaman. Negativ yozishlaring shart emas va buni sizlarga hozir chiroyli qilib to'liq obzor qilib beraman. Ko'rib turganlaringdek, mototsikl juda ham katta. Birinchi e'tiborim tortgan narsa mana bu original bakovoylar bo'ldi. Ya'ni original bakovoy qo'yib yorishgan. Kalitlarga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqiy Ducati'ga o'xshatilgan kalit yasab qo'yilgan ekan. Men buni Ducati'da ko'rgandim, original Ducati'da. Xo'p. Tablosi elektronniy tablo. Video zapis qiladi bu. Hozir ko'rsataman. 6 ta korobkali mana rek. Bu yerda video zapis ketyapti. Keyin ya'ni qiziqarli tarafi bu kunduzi bo'lsa bunaqa oq, kechqurun bo'lsa qora bo'lib qolar ekan foni. Xo'p, elektronniy tablo bilan jihozlangan. Barcha mexanizatsiya shu joydan boshqariladi. Jitkichli tormoz bu joyda, kulchatir, faralar, ikkitali pult. Bu taraf sepleni, bu taraf gaz. Bu yerda kontrollerlari, avarinkalari bor. Avarinka qo'shimcha bu joyda ham yana joylashgan. Bu yerda USB zaryadchik. Ya'ni Type C ni ham qo'shib qo'ygan. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu Type C ham bor. Bak sig'imi 21 litr bo'ladi. Xo'p. Sepleni, ya'ni seplenni bosadigan joy. Eng qiziqarli tarafi ko'ryapsizlarmi akalar? LED faralar. Kechqurun uncha-munchasini ko'zini yig'latib yuboradi. Yo'l juda ham yaxshi yoritadi. Ko'zdan pastga qilib buni sozlab qo'yishgan. Endi tormoz sistemasiga o'tadigan bo'lsak, tormoz sistemasi. Mana bu narsa ABS sistemasi bo'ladi. Mana bu ABS datchik bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu ABS datchik ikkita tormozga alohida jitkichligiga bu joyda shlencha kelgan, ABS ga alohida kelgan. Jami 3 ta shlen. Mana shundan ABS da ajratib olsangiz bo'ladi. Turistaliklarimizda disklar ozgina kichikroqdi, lekin bunda disk mototsiklning quvvati yuqori bo'lganligi uchun juda ham katta. Ikkita oldida diski va shinasi ham boshqa mototsikl, ya'ni turistlarga nisbatan ozgina kattaroq ishlangan. Pavorotniklar, bakovoyda o'zida ham pavorotnik bor. Va motorini ko'rsak juda ham katta motor, ya'ni 500 kubali katta motor hisoblanadi. Bunga mineral yog' quyiladi. Mana bu joyda yog'ni ko'rsatib turadigan datchigi bo'ladi. Sovush sistemasi va ABS uchun alohida miya kelgan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, orqaga ham ABS sistemasi uchun alohida miya va bu orqali oldiga ham shundan shilin ketgan. Ovozi, mana bu joyda ovozni qo'yib ketaman video davomida. Akrapovich qo'yib qo'ygan, karbon aralashgan materialdan ovoz juda ham baland va orqa sistemasida ham, tormoz sistemasida ham mana bu joyda ABS sistemasi o'rnatib ketilgan. Orqada bitta disk. Xo'p, nomer taqadigan joylarga keladigan bo'lsak, mana bu joyga nomer taqish uchun alohida joy va pavorotnikni ko'ryapsizlar. Kombinatsiyalar juda ham chiroyli. Va mana bu orqa stop e'tibor tortyapti. Bu Swift ga o'xshatdim. Ya'ni Ducati bilan Swift ga o'xshab ketar ekan orqa stopi. Mana bu joyda ham pavorotnik bor. Bu joyda orqa passajir uchun joy, mana bu joyda buni ochadigan joy bor. Buni ko'tarib ochsa bo'ladi. Hozir bu qo'yilgani yo'q, lekin 2 kishi bemalol harakatlansa bo'ladi. Xo'p, tashqi ko'rinishini mana bunda ko'rsataman. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Dizaynni ham alohida mehr berib qo'yilgan ekan. Va bu mahsulotni narxini $3,500. O'zbekiston bo'ylab yetkazish bor. 500 kubali injektor motor hisoblanadi. ABS sistema, video registratorlari, bu yerda elektronniy tablo, barcha imkoniyatlari bor. Ya'ni turistlardan zerikib, yuqoriroq kubatura mana ovoz balandroq bo'lsin degan aka-ukalar uchun chotki variant haydash uchun. Menimcha barcha xarakteristikalarni chiroyli qilib obzor qilib berdim. Agar qanaqadir ma'lumotlar yana kerak bo'lgan bo'lsa, pastda raqam qo'yib qo'yaman. Telegram va Instagram orqali doim aloqada bo'laman. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi.